Savol bor-da, akalar. Bitta o'rtamiz zalga borib, protein bor, proteinni ichib turib bo'ldi, tosh ko'tarmasam ish uraman deb o'ylayotganda, Palatudi ham ichib turib, ag'iga ovqat tiqorsam ham, baribir ozaveraman deydiganlar ham bor ekanda, doktor. Buni ichayotganda parhez ham qilish kerakmi? Yo, xohlagan narsasini yeb, ichib, bunga ishonib yurish kerakmi? Yo'q, har qanday kasallikda o'zini parhezi bor. Yurak kasalligi deysizmi, yurak kasalligi deysizmi? Oshqozonniki. Oshqozonnikida hammasini o'zining alohida parhez bor. Alatoni ichayotgan paytda imkon darajasida biz 4 xil mahsulot tavsiya qilmaymiz. Xamirli ovqat, sho'rachiq, gazli ichimliklar va kremli shirinliklar umuman mumkin emas. Endi ba'zida ko'chani sutli mahsulotlarni ham tavsiya qilmaymiz. Endi qarang, ko'pchilik mana bu narsalarni ichma desak, bularni ichmasak shundoq ham ozamiz deydi-da. Lekin bu gap hayotda qilib ko'rmagan odam shuni aytyapti-da. Qilib ko'rgan, yillar davomida qilgan insonlar kelyapti, vesi ham turibdi, jigardagi yog'i ham bir xil turibdi. Parhezlar qilgan, больницаlarga yotib lecheniyalar olgan, lekin foyda bo'lmaydi. Chempioni shu. Ha, o'sha ozgan bola, eslanglarda, men videoda qilganman. 4 milliondan 4,5 millionta odam ko'rib, shunga ishonib oldi. Mana rezultatlar zo'r. Faqat endi orasida negativlar bo'lib qoladi-yu, shunga aytmoqchiman. To'g'ri, mana siz 9 ta shisha bo'ladi ichida. 1 oylik kurs lecheniya mana shu sizga yetadi agar vesingiz, misol uchun, salagi qoringiz menga o'sha bilan chiqib qolgan bo'lsa, mana shu 1 oylik kurs yetadi, bemalol sizga yetadi. Agar sal bundan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, endi sal kursda davom ettirsangiz, xudo xohlasa natija bomba bo'ladi. Axir bitta like bosib qo'ysalar, ozdirish bo'yicha professor shifokor bo'ladi.